Abdumannon aka stol olayotganda arzonroq deb terak olgan yaxshimi yoki qimmat bo'lsa ham yong'oq olgan yaxshimi? Xo'p, stul olganda birinchi o'rinda o'zi yog'ochiga e'tibor berish kerak. Ya'ni yog'ochi albatta yong'oqdan bo'lishi kerak. Sababini aytib o'taman. Agar siz terakdan stul olsangiz, siz olgan stul chotki turishi mumkin, lekin issiq joyga yoki sovuq joyga qo'yganingizda teraklar vaqt o'tib o'zini holatini qanaqadir o'zgartirish xususiyatiga ega. Ya'ni choklari qo'yib yuborishi mumkin, qiyshayshi mumkin, eshilib bukilishi mumkin. Agar siz yong'oqdan stul olsangiz yoki chinordan stul olsangiz, chinor bitta holatga kelgandan keyin bu albatta qaynatiladi. Stulni ishlab chiqarish jarayoniga yetib kelguncha qaynatiladi, sushelkada quritiladi. Hamma jarayonlardan o'tgandan keyin 100 yil tursa ham chinor bilan yong'oq o'z holatini umuman yo'qotmaydi. Bu degani sizga bir umr inshaalloh xizmat qiladi degani.